Darsing nechida tugaydi? Bugun olimpiadaga boramiz. Qanaqa olimpiada? Fan olimpiadasi respublikaga. Respublika bosqichiga chiqdingmi? Zo'r-ku. Qaysi fan? Matematika. Yutasanmi ishqilib? Ha, xudo xohlasa yutaman. Barakalla. Agar yutsang, xohlagan narsani olib beraman. Og'zingdan chiqqan narsani muhayyo qilaman, o'g'lim. Qarang lekin dada, men albatta birinchi o'rinni olaman. Ko'ramiz-da. Omad. Rahmat. Kiring. Assalomu alaykum, Bekzod Murodovich. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Kirib bo'ldingiz? O'tirsam maylimi? O'tiring. Xo'sh. Oshxona qalay? Oshxona tinch. Yana qanaqa balolarni boshlab yuribsiz? Voy, balo demang. Xayrli ish. Bekzod Murodovich. Pullik ish. Pul? Konsertchilardan, teatrchilardan tanishlarim bor. Bilasiz, davlat maktabida ishlaganman. O'shanda tanishganman. Xo'sh. Targetda 300 ga yaqin o'qituvchi bor. Shu xalqlar do'stligida bo'ladigan konsertga o'qituvchilarga bilet qilib bersak. Tekingami? Nega tekinga bo'lar ekan? Pulga albatta. Chetroq qatorlardan, balkondan bilet qilib berishadi. O'qituvchilarga bo'laveradi. Baribir oyligini olib qolamiz. Xo'sh. Agar bitta konsertdan 300 ta bilet olsak, bizga 30% ni bersa, bu 10 millionga yaqin pul degani. Agar bir oyda 5 ta konsertga bilet oladigan bo'lsak, bu 50 millionga yaqin pul degani. Qarabsizki, o'rtasidan adra qilamiz. 25 millioni sizga, 25 million menga bo'ladi. Ortiqcha bir qorinni og'ritadimi? Shu 25 million sal kamroq-da. Shuni sal qanaqa qilib ko'paytirsa bo'larkan, ha? Voy, Bekzodjon, buni ham o'ylab qo'yganman. Davlat maktabida ishlaganman-ku. Teatr adminlari bilan tanishman. Haftani har seshanba kunini ma'naviyat kuni deb e'lon qilamiz. Teatrlarni chaqiramiz. Targetni filiallari ko'p. Kimsan? Boylarni bolalari o'qishadi. Teatrga desak 200 mingdan ota-onalari jon deb berib yorishadi. Teatrni o'ziga 100 mingdan bersak, do'ppisini osmonga otadi. Shunda oyiga qancha topsak bo'ladi? 50 milliondan topsak bo'ladi. Yaxshi. Unda keling bundoq qilamiz. Siz bizdan qancha oylik olasiz? 4 million 800 ming. Boshlanishiga sizni oyligingizga qancha bilet bersa olsak-da, ma'lum bir o'qituvchilarga tarqatsak. Masalan, fevral oyida tug'ilgan kunini nishonlayotgan o'qituvchilarga. Tushunmadim. Nimaga meni oyligimga bilet olish kerak ekan? Nega hamma o'qituvchilarning oyligidan majburiy olib qolishim kerak? Konsertga tushgisi kelmasa hammi? Bir tiyinga qimmat. Qayerdagi qolgan fonogramma konsertlarini nimaga o'qituvchilarga tiqishtirishadi? Qanaqadir jurnal, gazetalarga majburiy obunalarmi yey? Ba'zi maktablarda sinfxonalar o'qituvchilarning maoshiga ta'mirlanyapti. Shunchasi yetmagandek, endi qanaqadir sertifikatlar o'ylab topdik. Shu sertifikat bo'lsa, oyligi oshadi. Xo'sh, endi shu sertifikatni o'qib olyaptimi? Yo'q. Sertifikat sotilyapti. O'qituvchini ham sal maoshi oshib, ko'ksiga shamol tegsa maylimi? O'qituvchini ham muzlatkichi to'la tursa maylimi? O'qituvchiga ham elektromobil minsa maylimi? O'qituvchi ijarada emas, o'zini uyida yashasa maylimi? Keyin
anavi teatrlarni, arzon tomoshalarini bizni maktabga tiqishtirmang. Butun dunyo bolalari 7 da filmlar ko'rayotgan paytda bizni o'quvchilar Baraqvoy bilan Qizil shapkacha ko'rmaydi. O'zbek bolalari uchun hech qanday zamonaviy film ham, hech qanday spektakl ham yo'q. Ismingiz nima edi? Ma'rifat. Afsus. Faqat ismingiz Ma'rifat ekan xolos. Hurmatli o'quvchilar, bilasizlarmi sizlar qanday baxtlisizlar? Dunyodagi millionlab, balki milliardlab bolalarga nasib qilmagan sifatli ta'lim olish baxtiga muyassar bo'lyapsizlar. Bu uchun Yaratganga shukrlar aytishingiz lozim. Va albatta, ota-onangizga bunday imkoniyatni yaratib berayotganlari uchun rahmatlar aytishingiz kerak. Sizlar target o'quvchilarisizlar. Bizni maqsadlarimiz katta. To'g'ri, sizlar fan olimpiadasida tuman va shahar bosqichida g'alaba qozondinglar. Lekin bu bizni qoniqtirmaydi. Bugun bo'lib o'tadigan respublika bosqichida albatta birinchi o'rinni egallashlaringiz shart. Sizlarga omad tilab, yana bir bor Target maktabini ochishdan maqsadimni eslatib o'tmoqchiman. Biz jamiyatga ishchilarni emas, ish beruvchilarni yetkazib beramiz. O'zi bizani sulola ilmlilar sulolasi. Otam rahmatli mana tekstilda ustasi bo'lganlar. Mana bilasizlar, biznesda ustasiman. Amaklarimiz ham hammasi olimlar bo'lganda. Endi o'g'lim Sardorga keladigan bo'lsak, sehrli. Shuning uchun fizikadan respublika olimpiadasida birinchi o'rinni oldi, qarang. Asadilla aka, matematikadan. Matematika bo'lsa matematikada. Bugungi o'tirishimiz mana shu Sardorni birinchi o'rinni olganligi munosabati bilan. Men o'g'limga agar birinchi o'rinni olsang, xohlagan narsani olib beraman deb va'da qilganman. Endi hozir sizlarni guvohligingizda o'sha va'dani bajarsam. Sardor toy. Keling, kechamizni qahramonida endi. Va alaykum assalom. O'g'lim, o'sha va'da. Nima xohlaysan? Nima olib beray? Mashina. Shu xolosmi? Hop, 15 ta mashina bor-ku. Qanaqasidan? BYD. BYD? BYD deydilar. Bo'ldi. Va'da. Lekin mashina minishga senga sal vaqtliroq. Ma, ola qol. Dada, hozir. Bolani o'qigani yaxshi-da, Bezodjon. Esingizdami? Mana shu bola sizni targetingizni yuzini yoriq qiladi degandi, va? Ko'rdingizmi? Domla haligi eskilar aytadi-yu, go'sht sizniki, suyagi biznikidek. Qo'liga lineyka bilan uribdi. O'quvchini urgan o'qituvchi ishdan bo'shatasizman. Qanaqa ariza? Statya bilan bo'shatasan. Bezodjon, bu nima qilyapti? Asadilla aka, Sardorni olimpiadaga shu ustoz tayyorladi. Qanaqasiga bu? Ha. Sizni sharofatingiz bilan Sardorni olimpiadaga shu ustoz oshxonada tayyorladi. Sardor? Ustoz, meni kechiring.
Dada, bu mashina rostdan menga? Albatta o'g'lim. Men buni ustozimga sovg'a qilaman. Kerak emas, Safar. Ustoz, siz bundan ham kattalarga loyiqsiz. Bu sizga. Ustoz. Afsus. Sizga o'xshagan insonlar kam. Menga o'xshagan insonlar esa ko'p. Sizdan uzr so'rayman. Menga o'xshagan ustozni xo'rlaydiganlar nomidan uzr so'rayman. Buxorolikmisiz? Ha. Toshkentda uy-joy qildingizmi? Endi, xudo xohlasa. Xudo xohladi-yu. Yo'q, hey. Mashina berdinglar-ku. Mashina o'g'limni sovg'asi edi. Mani sovg'am alohida. Shu Sardorga deb uyab qo'ygandik.